o'zi ham bilmay qoladi hozir. Üçte soğuklarga ajratilgan. O'zi uchtasi yangi Yana bir karra oilani, sinovlarni hurmat qilib tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz aziz mehmonlar. Barchalaringiz yana bir karra mana shunday yaxshilik kunlarda oilani, sinovlarni hurmat qilib tashrif buyurgan siz aziz mehmonlarimizni qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymiz barchalaringizga. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Albatta qolaversa mana shunday sunnat to'ylari bo'layotgan hurmatli Maqsadjon janoblariga yana bir karra uzoq umr, sihat, salomatlik albatta yurtimizga mana shunday foydasi tegadigan yaxshi insonlar bo'lishlarini tilab qolamiz. Qolaversa, siz aziz mehmonlarimizga ajoyib kayfiyatlar, chiroyli yoqimli ishtahalar tilaymiz. Mana oqshomimizni birinchi qismini hurmatli Xudo tarafdan tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz bilan o'tkazdirdik. Mana ikkinchi qismimizni ham boshlaymiz. To'yboshlarimiz talab va istaklariga muvofiq badiiy maydonchamiz markaziga har ikkala Xudo onalarimizni, to'ybosh onalarimizni taklif qilishimiz so'rashganlar, shundoq kelishlaringizni so'raymiz. Hurmatli to'ybosh onajonlarimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Albatta Maqsadjon janoblarni har ikkala buvijonlari Sharifaxon onajonimiz bilan birgalikda Xolidaxon onajonimizni birga sahnamizga chorlaymiz. Albatta aziz va hurmatli duogo'y onajonlarimizga yana bir karra to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Davramiz markazi oila boshlarimiz uchun muntazirlar. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu to'yxonaga yig'ilgan qarindosh urug'lar,
opa-singillar, jiyanlarim, qarindoshlarim, nabiralarim, xush kelibsizlar. Mana shu shodiyonamizni sababchisi bo'lgan Maqsadjonimiz katta yigit bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, kelajakda o'qimishli yigit bo'lsin, el yurtni so'rayotgan hokim bo'lsin. Allohim bularga ota-onalari bosh bo'lsin. Bu joni men bularga bosh bo'lib to'ylarini ko'rib yurarik. Yetganlarimizni joylari jannatda bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Xush kelibsizlar. Oldilariga qo'yilgan noz-ne'matlar sizlar uchun, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Masalan, ular katta yigit bo'lib, yetib xizmat qiladigan yigit bo'lsin. Ellarga ham rahmat. Umri uzoq bo'lsin, ularga ham rahmat. Mana shuncha uylarni beryapti. Xudo xohlasa nikoh to'ylarida ham hammamiz xizmatda bo'laylik. Gülhanlarda güye
to'yboshlarimizni davramiz markaziga chorlasak, o'zlarini samimiy tilaklari bilan siz aziz mehmonlarimizga xush kelibsizlar deya oqshomimizni davom ettirib kelinglar. Davramizga hurmatli to'yboshlarimizga to'ylar muborak bo'lsin deya Xurshidbek aka fon jinoyimiz bilan birgalikda sahnamiz markaziga lutfan chorlaymiz. Va bolajonlarimizni ota-onalar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana tezxonada yig'ilgan aziz qardoshlar, hammalar xush kelibsizlar. Mana bugun to'yimiz sababisi Maqsadjon Nurga uzoq umr tilayman. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin, Xudoga xavf. El-yurtimizga xizmat qilgan bolalardan bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, uzoqdan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Mana biz o'g'limiz Maqsadjon ular katta yigit bo'lsin, nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Doim onamiz biz vaqtimizda sog' salomat bo'lsin. Mana xalqimiz Bahodir Iloyim Bahodir charchamang Iloyim har doim rahmat. Rahmat. Ana endi hurmatli aziz mehmon Uchradi menga o'sha qiz yana, yuragim ketdi unga jiz yana. Siz xohlaganingizdek ona, bo'lasiz endi qaynona. Uni sevgi deydilar qo'yga-qo'y, o'sha yomon qizni yoqim qo'y. Voy, otasining bitta qizi ekka qo'y. Ko'zli osmondagi oy, tez kunda to'y bo'ladi. Bular yaqin yuragim sezadi, o'yinga shiragingiz keladi. Siz duolar qiling onam, tez kunda to'y bo'ladi. Uyimizda yana mehmon bo'ladi, to'yimizda hamma o'ynar kuladi. Siz duolar qiling onam. Bilaman bu bir taqdir asal, uchrashir menga o'sha bir go'zal. O'sha qiz hayotim qildi hal, o'zidan so'zlari asal. Yuqarim bo'lib ketdi qo'yma-qo'y, yonimga tushdi go'yo bir oy. Voy, yuragim olib bo'lsin joy. Qayg'usani yakka saroy, tez kunda to'y bo'ladi. Bular yaqin yuragim sezadi, o'yinga shiragingiz keladi. Siz duolar qiling onam, tez kunda to'y bo'ladi. Uyimizga yana mehmon bo'ladi, to'yimizda hamma o'ynar kuladi. Siz duolar qiling onam. Asal, uchrashir menga o'sha bir go'zal. O'sha qiz hayotim qildi hal, o'zidan so'zlari asal. Yuqarim bo'lib ketdi qo'yma-qo'y, yonimga tushdi go'yo bir oy. Voy, yuragim olib bo'lsin joy. Qayg'usani yakka saroy, tez kunda bo'ladi. Bular yaqin yuragim sezadi, o'yinga shiragingiz keladi. Siz duolar qiling onam, tez kunda to'y bo'ladi. Uyimizga yana mehmon bo'ladi. qutlab qo'yish maqsadida davramizda hurmatli to'yvorlarimizni amakilari bor ekan. Albatta davramizga kelishingizni so'raymiz. Hurmatli amakilar nomidan ajoyib samimiy tilaklarni bildiramiz. Saidjon aka, yana bir karra davramizga taklif qilamiz. Albatta bularning yonlarida go'zal hol kinoyimiz birga tilaklarni bildirsalar, ana undan keyin qolgan aziz mehmonlarimizga yuzlanib boraveramiz. Saidjon aka, keling, yana bir karra to'ylar muborak bo'lsin amakilar nomidan. Tilaklarni bildiramiz. Assalomu alaykum, mana shu davra qatnashchilari. Mana bugun jiyanimiz Maqsadjonning sunnat to'ylari.
to'y barakatda bo'lsin. Ilohim elimizga yurtimizga nasib etadigan oliy ma'lumotli bo'lsin, ayamdan umri uzoq bo'lsin. Hamisha shu nevaralarni baxtiga, bizni ham baxtimizga savob yursin. Xurshidbek bilan Hayotxonam farzandlarning rohatini ko'rsin. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli to'yxonaga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun jiyanimiz Maqsadjonda sunnat to'ylariga yig'ilgan ekanmiz. Biz mana shu to'y bolamizga uzoq umr, sihat salomatlik, mana shu elimizga, yurtimizga naf tegadigan inson bo'lib yetishishiga tilakdoshmiz. Ilohim mana shu onajonim hamisha bizni baxtimizga sog'-omon bo'lib, to'ylarimizda, yaxshi kunlarimizda, to'rtlarimizda o'tirishlik nasib qilsin. Xurshidjon bilan Hayotxonga ham baxt tilayman. Ilohim bular ham bolalarini rohatini ko'rsin. E'tiborli uchun rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli to'yxonaga tashrif buyurgan aziz muhtaram opalar, muhtaram onaxonlar, hojona, hojopalar, hammalari xush kelibsizlar. Kelganlaringdan bag'oyatda xursandmiz. Mana shu tantanani sababchisi Maqsadjon jiyanimiz doimo umri uzoq bo'lsin. Katta yigit bo'lsin, elimizga, yurtimizga tegadigan, naf tegadigan farzand bo'lsin. Dadasi, onasi hamisha baxt tomonini ko'rib yursin. Baxtimizga onam sog' bo'lsin. Kelganlaring uchun rahmat. Musofirda yurgan onam sog' bo'lsin.
Nasıl